İstanbul Sanayi Odası'nın Toshkent markazidagi ko'rgazma Istanbul Sanoat palatasi va Savdo vazirligi hamkorligida o'tkazilyapti. Asosan to'qimachilik, ichki kiyim va bolalar kiyimi yo'nalishidagi ishlab chiqaruvchilar jamlangan. Bunu biz Turkiyadagi ishlab chiqaruvchi firmalar bilan bunday tadbirlarni turli mamlakatlarda o'tkazib kelyapmiz. Maqsad O'zbekiston bozorida ulushimizni orttirish. Turkiyaning to'qimachilik, tikuvchilik sohasida nimalar ishlab chiqarayotganimizni qardosh O'zbekiston bozoriga tanitishni niyat qilganmiz. Bu yerda ishtirok etayotgan kompaniyalar tabiiyki O'zbekiston bozorida o'z o'rnini egallashni istaydi. Turk mahsulotlariga O'zbekistonda qiziqish juda yuqori. Endi yanada oshishini xohlaymiz. Turkiyada to'qimachilik va tikuvchilik ishlab chiqarishi juda yuqori sifatga ega. O'zbekistonlik mijozlar ham avvalo mahsulot sifatiga e'tibor qaratyapti. Albatta dizayn ham, narx ham muhim. Bu yo'nalishda Yevropa bozorida ham katta ulushga ega. Alohida ta'kidlashni istardimki, O'zbekistonda ham mahalliy ishlab chiqarishga juda katta e'tibor qaratilyapti. Biz buni raqobat deb emas, balki bir-birimizga namuna sifatida qabul qilishimiz kerak. Bu mahalliy ishlab chiqarish uchun ham foydali bo'ladi deb o'ylayman. Ko'rgazmadan umidimiz katta. O'ylaymanki, yaxshi natijalarga erishamiz.